Do'stlar, mazaki ko'rinishdagi fasadniy plitkalarimiz Quva tumanida montaj qilinyapti. Ko'ryapsizlar, bu tarkibi betondan bo'ladi. Hamma yo'g'i joy-joyida kesgandan keyin shunaqangi mramor holatga kelib qoladi. Faqatgina bu yerda hozir demontaj bo'lyapti. Fasadniy plitka yechib yuborilyapti. Sababi toshlar noto'g'ri terib qolingan, terilgan aniqrog'i. Bunga sabab biz bas, bizni ustalarimiz ham bas. Akamiz o'zi uyda egasi ham o'zim noldan qilaman degan edi. Bir qator toshni noto'g'ri terib qo'yibdilar. Kelib tosh noto'g'ri terilgani, ya'ni teskari terilgani, buni oqibati nimalarga olib kelishi, suv kirib ketishi, devorlar xomg'ishligi, buni oqibatida zarar yetishi mumkinligini tushuntirgan edik. Mana akamiz o'sha demontajni boshlab yubordi. Ya'ni o'sha tevagacha bo'lgan edi, hozir birma-bir yechib boshqatdan qatiriladi, xudo xolasa. Buni fasadniy plitkamizni tarkibi betondan, bemalol montaj qilsalaringdan bo'laveradi. So'qoy montaj, umuman fasl, kun, yomg'irmi, qormi umuman farqi yo'q. Paxsa devor, xomg'ish, sho'r, zax farqi yo'q, terilaveradi. Aynan shu mazaki ko'rinishdagi klinkerli fasadniy plitkamizni 1 kvadrati bizga sotilishi 95 ming so'm. Kimga shunaqa fasadniy plitkalar kerak bo'lsa, pastdagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Bizning manzil Farg'ona viloyati Quva tumanida joylashgan.